بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda siz bilan bizga xitob qilib, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ey insonlar, u sizlarning qaysilaringiz chiroyliroq, yaxshiroq amal qilguvchi ekanligingizni imtihon qilish uchun o'lim va hayotni yaratgan zotdir. U qudratli va mag'firatli bo'lgan zot. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Va lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina va nabluwa ahbarakum." Albatta biz to sizlarning orangizdagi bizning yo'limizda moli jonlari bilan kurashuvchi va yaxshi yomon kunlarda sabr qilguvchi zotlarni bilgunimizcha hamda sizlarning hol xabarlaringizni tekshirib yuzaga chiqargunimizcha sizlarni imtihon qilamiz. Mana shu ikkita oyat karimada Alloh subhanahu va taolo insoniyatni dunyoga imtihonga kirgizganligini bayon qiladi. Imtihon degan so'z hammamizga ma'nosi ma'lum. Imtihon mavsumi kelgan paytda maktabda bitiruvchilari tipirchilab qoladi. Harakat qilib qoladi. 10 yil o'qimagan ilmini shu oxirgi imtihon haftasida harakat qilib shu binasa qilib boraman deydi. Yoki 5 yil oliygohda o'qigan bo'lsa, endi bitiruv imtihonlari vaqti kelgan paytda hamma narsadan voz kechadi-da, hatto uyqusidan voz kechib tarbiyalik qiladi. Ota-onalari maktab ostonasiga borib turgan, shahodatda yaxshi olsin bolam deb, yoki oliygohga kiruv imtihonini topshirayotgan bo'lsa, o'tib qolsin deb qarindoshlari kelib turgan, xullas bir imtihon boshqacha bir odamlarga bir kayfiyat bag'ishlaydi. Dunyodagi bir ma'lum maqsadga yetish uchun bitta odamning orqasidan shuncha ovoragarchilik. Agar bir yil o'ta olmasa muammo emas, keyingi yil topshirib harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Lekin mubolag'a qilgan bo'lmaymiz. Agar aytsakki, biz siz bilan har kuni yuzlagan, balki minglagan imtihonda ustida turamiz. Sezamizmi shuni? Har kuni 100 ta yoki 1000 ta, ehtimol undan ham ko'proq imtihondan o'tamiz. Har kuni, har bittamiz. Erkak va ayol, boy va kambag'al, ochiq to'q. Nima imtihoni u? Oxirat imtihoni. Alloh taolaning imtihoni. Ertalab uyg'onganimizda imtihon boshlanadi. Uyg'onib kalima keltirdikmi? O'sha imtihondan o'tdik. Bismillah deb turdikmi? U imtihondan o'tdik. Demak, hayotimizning har bir lahzasi imtihon ekan. Ehtimol 10 minglagan kuniga imtihondan o'tamiz. So'z imtihoni, amal imtihoni, ko'z imtihoni, quloq imtihoni. Sezamizmi shu imtihonligini? Bu ikki oyat karimada insoniyatni dunyoga kelishigidan maqsadi Alloh taoloning imtihoni, sinovi ekani ma'lum bo'ldi. Dunyodagi imtihon oson. Chunki imtihon qilinayotgan odam 9-sinfni bitirayotgan bo'lsa, 9-sinf programmasi bo'yicha javob beradi. Agar universitetda 1-kursni tugatgan bo'lsa, shu bo'yicha javob beradi. Ma'lum bir qismini javob beradi. Yana ana shu 1 yilda o'qigan narsasini hammasini emas, ba'zilarini so'raladi, ba'zilarga javob berib qo'ysa, bo'g'olaveradi. Oxirat imtihonichi? Tug'ilgan kuningizdan boshlab, balog'atga yetgan kuningizdan boshlab, shariat yelkasiga taklifotni qo'ygan kundan boshlab, ruhingiz tanangizdan ajraguchi bo'lgan qanaqa bosqich bo'lsa, hammasidan savol-javob qilinasiz. Inson tong ottirar ekan, imtihonlar ko'chasiga kiradi. Mana aytdi, uyg'ongandan boshlandi imtihon, to uxlaguncha. Uxlaganda imtihon yo'q endi. Turdi, til imtihoni. Savdo qilar ekan, shunday gaplar orasida faqat bitta gapni gapirib qo'yadi. Keyin o'zi biladi noto'g'ri qilganini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, til imtihoniga. Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yalqa laha balan yahwi biha fi jahannama 70 kharifa. Imom Termiziydan sahihlarda keltirilgan Abu Hurayradan. Rasululloh aytadilar: Albatta bir kishi
bir so'zni gapiradi-da, unga parvo qilmaydi. Shuni gapirib qo'yadi. Shuni gapirib qo'yadi. Parvo qilmaydi. Payg'ambar bu Alloh norozi bo'ladigan so'z edi, lekin shuni gapirib qo'ydi. O'ta olmadi shu imtihondan. Payg'ambarimiz aytayaptilar, mana shu kalimasidan sodir bo'lgan gunoh uchun Alloh taolo 70 kuz jahannamga uloqtirib tashlaydi. Bitta kalimasi uchun 70 yil jahannamda qolib ketadi. Bitta kalima uchun. Endi bunaqa kalimadan qanchasi o'tib ketyapti? Imtihon nimada? Imtihon harakatlarimizda, fe'llarimizda, jim turishimizda, hatto tabassum qilib turishimizda. Tabassum qilib qo'ydik. Tabassumuka fi wajhi ahika sadaqatun. Musulmon birodaringizga qarab tabassum qilib qo'yishligi sadaqa. Endi xuddi shu tabassum birovni masxara qildi. Ijib qo'ydingiz. Kulib qo'ydingiz. Ketdingiz. Mana shu imtihonni o'tolmadingiz. Tushunarlimi? Mana shu tabassum ham imtihon. Bir odam ikkinchi odamni masxara qildi, haqorat qildi, nohaq ish bo'ldi, shuni ko'rib turib tabassum qilib qo'yishligingiz o'zi ham imtihon. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Qiyomat kungi imtihonni ko'rinishini Alloh taolo mana shu oyatda siz bilan bizga bayon qiladi. So'ng har bir kishining nomoya a'moli o'rtaga qo'yilur. Bas, gunohkorlarning unda bitilgan narsalardan dahshatga tushib, bizlarga halokat bo'lg'ay. Bu qanday kitobki, na kichik, mana katta gunohini qoldirmay barchasini hisoblab bitib qo'yibdi. Kattasini ham, kichigini ham. Deyishlarini ko'rursiz. Ular qilib o'tgan barcha amallarini hozir va nozir holda topurlar. Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmas. Mayda gunohlar yozilyapti, katta gunohlar devon bo'lib tashlanyapti. Va kullu sag'irin va kabirin mustatar. Va har bir katta, har bitta kichik va katta amal bitilmishdir. Alloh taolo aytayapti, odamlar har bitta chiqayotgan so'z, har bitta qilinayotgan ish, har bitta bosilayotgan qadam yozilyapti deyapti. Va inna alaykum la hafizin kiroman katibin. Albatta ustingizlarda hurmatli ikkita yozuvchi farishta bor deydi. Doim billa hojatxonada, hammomda yoki ayoli bilan yolg'iz bo'lgandagina bu farishtalar yonida turmaydi. Boshqa hamma o'rinda yozib turadi. Sizga bir aytdiki, siz palonchi poylab yuribdi ekan, bir xato qilsiz, yomon qilar ekan. Shu poylab yuribdi, ehtiyot bo'ling dedi. Haligi odamni ko'rganingizda, haligi ogohlantirgan so'z esingizga keladi, nihoyatda hushyor tortadi. Haligi odamni oldida to'g'ri turishga harakat qilasiz. Shu birorta qadamda o'ylab bosasiz. Endi agar muomala qilishga kerak bo'lsa, juda so'zlaringizni ehtiyot bo'lib terib gapirasiz. Qarang, inson dunyoda bir insonni kuzatyapti, muroqaba qilyapti degan so'z sizni hushyor torttirib qo'yapti. Endi nariki kuzatayotgan odam ko'rmay qolishi mumkin biror aybingizni, esdan chiqarib qo'yishi mumkin. Lekin mo yelkamizda turgan ikkita farishta akalar to'xtamay yozadi. Esimizdan chiqmasin. Hech kim ko'rmayotgan joyda Allohdan taqvo qilaylik. Hamma ko'rayotganda u hamma gunohdan tiyilaveradi. Bir-biridan uyatib bo'lsa ham. Endi hech kim ko'rmayotgan paytda qilgan taqvoimiz haqiqiy taqvo bo'ladi. Innalloha kana alaykum raqiba. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Kichkina gunohlar yozilyapti, katta gunohlar tahlanib devon-devon qilib qo'yilyapti. Siz bilan bizni qilayotgan amallarimiz, gapirayotgan gaplarimiz, bosayotgan qadamlarimiz yozilayotganligi yana bitta dalil. Josiya surasi 29-oyat. Hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Mana bu kitobimiz sizlarga haqiqatni aytur. Dar haqiqat biz sizlar qilguvchi bo'lgan barcha amallaringizni ushbu nomay amalga ko'chirib qo'yganmiz, yozib qo'yganmiz deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu oyatlarni o'qib berganda, u davrdagi arablar, u davrdagi odamlar yozish deganda faqat o'sha siyoh bilan qog'ozga yozishni tushungan. Shundaymi? Endi bir shunday davrlar keldiki, yozishda asbobi ko'payib ketdi. Suratini yozyapti, ovozini yozyapti. Ha bu insoniyatga ozgina ilm berilib, shuncha narsani yozishlik qudratiga ega bo'lgan bo'lsa,
hamma ilmga egasi bo'lgan Parvardigor yana qanaqa qilib yozib qo'yishni yo'llarini qilar ekan ustimizda. Savdogarlar bloknot tutadi. Haqlarini yozadi, qarzlarini yozadi, oldi berdi. Chunki nimaga yozadi? Esdan chiqib qoladi-da. Esdan chiqib qoladi. Haliga qaraydi, yodiga tushadi. Ha demak, yozib qo'yilayotganligi bu farishtalarning Alloh taoloning esdan chiqib qolishligi emas, hujjat dalil bo'lishligiga. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Yawma yab'athuhumullohu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullohu va nasuh vallohu ala kulli shay'in shahid. O'sha kofirlar azobga duchor qilinadigan kunda Alloh ularning barchalarini qayta tiriltirib, hayotda dunyoda qilgan amallarining xabarini berur. U amallarni Alloh hisoblab bitib qo'ydi. Ular esa unutib yuborishdi. Eslang o'tgan yil qilgan ishlaringiz. Savobi ham esdan chiqib ketdi, gunohi ham esdan chiqib ketdi, kattasi ham kichigi ham, lekin Alloh taolo nima deyapti? Yozib bitib qo'yilgan. Inson gunohni qilar ekanda esdan chiqarib olar ekan. Qiyomat kunida tan olmasak ham men qilmaganman der ekan. Parvardigor qilmaganman der ekan. Hadislarda keladi. Bu ikkovi yozgan farishtalar ham meni muflis bo'lishimni, bankrot bo'lishimni, jahannamga tushishimni xohlayapti. Bu odamlardan bari meni ziyonimni xohlaydi. Men hech qaysini guvohligini olmayman. Parvardigor Alloh subhanahu va taolo kimi guvohligini qabul qilasan, o'zimni der ekan. O'zimga o'zim qarshi guvohlik bersam, shunda to'g'ri bo'ladi deganda Alloh taolo al-yawma naxtimu ala afwahihim. Bugun, ya'ni ana shu kunda Alloh taolo og'zini muhrlab qo'yib turib, qo'l oyoqlarini qilib o'tgan ishlari haqida gapirtirib qo'yadi. Ya'ni og'zini ochib qo'yadi Alloh taolo. Ya'ni gunohni hech kim ko'rmagan bo'lsa, yozayotganlar tuhmat qilayotgan bo'lsa, shu a'zolaring bilan qilganmisan gunohni? Esimizdan chiqmasin. Dunyodagi imtihonga qaytamiz. Dunyodagi imtihon cheklangan, ma'lum bir fandan, ma'lum bir kitobdan, ma'lum bir varaqlardan bo'ladi. Falon betidan aytib bering deydi. Falon qoidani aytib bering deydi. Falon narsani xususiyatini aytib bering deydi. Ozgina narsa so'raladi, lekin oxirat imtihonidachi? Hayotingizni hamma jabhasiga javob berasiz. Yana bir turishda. Alloh taoloda bir marta turasiz, esingizni tanigan kundan boshlab, balog'atga yetgan kuningizdan boshlab, vafot qilguningizcha necha yil yashagan bo'lsangiz, hammasiga javob berasiz. Universitetda bir to'rtta imtihon bo'lsa, bu psixolog. Shu to'rovidan so'raydi. 5 yil o'qigan kuningizni hammasini kunma-kun so'ra olmaydi, chunki domla o'zi ham bilmaydi 5 yilda nimani ham o'qitgan hammasini. Lekin Alloh taolo oldiga turganda, esiz kirgandan boshlab tilingizga ham javob berasiz. Ko'zingizga ham, amalingizga ham, sarf-xarajatingizga ham birdaniga javob berasiz. Biz aytdik, dunyodagi imtihondan bugun o'ta olmasangiz, ertaga qaytarish mumkin, lekin Alloh taoloning oldida turgandagi hisob-kitobda bir turasiz, yo o'tasiz, yo o'tmaysiz. Alloh taolo qasam ichib aytadi. Parvardigoringiz nomiga qasamki, albatta ularning barchasidan qilib o'tgan ish amallari haqida so'raymiz. Waqifuhum innahum mas'ulun. Alloh taolo bir to'p kofirlarni jahannamga uloqtirishliklaridan oldin aytadi. Ularni to'xtatib turinglar. Do'zaxga tashamay ushlab turinglar. Chunki ular so'ralguvchidirlar. Shunday tashab olmaydi do'zaxga o'sha kofirlarni ham, o'sha zolimlarni ham to'xtatib so'raydi. Nimaga qilgan bu ishni? Qaysi haq bilan qilgan bu ishni? Javob bergizadi. Keyin jahannamga tashlaydi. Toki bu yoqda zulm ko'rganlar uni ko'rib turib, qalblarida gina kudratlar yozilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba'in." Bir inson qiyomat kunida 4 ta narsa haqida so'ralmasdan turib, o'rnidan jilmaydi qadamlari. 4 ta narsa haqida so'raladi, javob bergandan keyin jiladi, yo u yoqqa, yo bu yoqqa. Nima edi ular? Diqqat qilaylik. An umrihi fima afna. Umrini nimaga sarf qildi? Umri haqida so'raladi. Shu savolni har bittamiz o'zimizga berishimiz kerak. Nimada yashayapmiz? Bola chaqada noto'g'ri bu. Bola chaqa deb yashash kerak emas. Alloh deb yashash kerak. Shunda bola chaqaga qaraganingiz ibodatga o'tadi. Shunda ham bolaga qaraysiz, chaqani topasiz, baribir qilasiz. Lekin maqsad Allohning roziligi, Allohning diydori, Allohning jamolini ko'raman deb yashayotgan bo'lsangiz,
Uni yo'lida qilingan barcha amallar ibodat. Bola topganingiz ham ibodat, boqqaningiz ham ibodat, tijorat qilib pul topganingiz ham ibodat. Umrini nimaga sarf qilib yuribdi odamlar? Bir kursiga yetish uchun, bir mansabga yetish uchun nimaga sarflayapmiz umrimizni? Musulmonlar, ko'zimizni katta ochaylik. O'zi bizni vaqtimizdan boshqa hech qanaqa bir sarmoyamiz, dasmoyamiz yo'q. Bizi oborotimizda faqat vaqt bor. Ikkinchisi, anjasadihi fi ma ablah. Jasadini nima bilan baloladi? Nima bilan qaritdi? Nima bilan soch-soqolini oqartirdi? Nima bilan belini egdi? Bola chaqa debmi? Orzu havas debmi? Odamlarga men ham yetaman, odamlardan kam bo'lmayman degan maqsad bilan ishlab belini qaritdimi? Va ishonaveringlar, agarki Alloh deb yashasa bir inson, ko'p ishlab pul topib olishi ham shart emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Fatima onamiz roziyallohu anhoda Aliga nikohlab berganda 1,5-2 kilo xurmo bilan to'y o'tkazib yuborgan. Kimimizni qizimiz Fatima Zahrodan ustun? Kimimizni kuyovimiz yoki o'g'limiz Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhadan baland? Shu kishilarni to'yichi 1,5-2 kilo xurmo bilan o'tavergan, yana kvartirada o'tirishgan. Jasadimizni nima bilan isrof qilib yuribmiz? Nima bilan qaratyapmiz? Javob ber. Bilib qo'ylar, qiyomat kunida jasadimiz o'zimizdan so'raydi. Meni qiynagan bu deydi. Moli haqida so'raladi. Qayerdan topdi? Qayerga? Qayerga? Haloldan topayotgandirsiz. Lekin halolga ketyaptimi? Yo isrofga ketyaptimi? Haromga demayman. Chunki alhamdulillah aroq ichmaysiz yoki boshqa ish qilmaysiz, isrofga ketmayaptimi pulingiz? Va an ilmihi ma'da amila fihi. Ilmi haqida so'raladi. Nima amal qildi ilmida? Pulni qayerdan topganimizga javob beramiz ekan bitta ilm. Qayerga sarf qilganimizga ham javob beramiz ekan yana bitta ilm. Mana ilmli bo'ldik hammamiz. Endi shu ilmimizga amal qilamizmi yo'qmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kullukum ro'in fa mas'ulun an ro'iyatihi. Matnini o'qimayman, vaqtdan ozgina tejaylik. Har bittanglar boshliqsizlar va qo'l ostidagilar haqida javob berasizlar. Insonlarga amir bo'lib turgan kishi ra'iyat haqida Allohning oldida javob beradi. Erkak kishi boshliq oilada xotini bola chaqasi haqida javob beradi. Ayol kishi qo'l ostidagi erini, mulki va farzandlarining ustida boshliq eridan keyin hamda mana shular haqida javob beradi. Hamda har bitta qul o'zining sayyidini morida javobgar bo'ladi. Mana misol. Bir davlatman odamning do'konida yollangan odam o'tirib kassada savdo qilyapti, sotuvchi. Haligi odam savdo qiladi, sotgan molini kechki payt hisobini beradi yoki bir oyda bir hisobini beradi. Endi haligi o'ziniki bo'lmagan mulk ustida o'tirgan omonatdor savdogar bir oshnasiga yarim narxiga berib yubordi. Qarindosh keldi, bekarga berib yubordi. Endi atchot bo'layotgan paytda xo'jayin qani deydi. Qani deydi. To'lang deydi oldingizdan. Kechib yuboradimi? Qo'limizga kelgan moli dunyomi, farzandmi, mansabmi, qo'l ostimizda nima bor? Mana shular haqida Alloh taolo siz bilan bizdan hisob-kitob so'raydi. Akalar, xotinga qanaqa muomala qilganligimizni Alloh so'raydi. So'kkanmizmi nohaq, urganmizmi, zulm qilganmizmi, toqat ko'tarmay sargan, buyurganmizmi, islomiy muomala qilganmizmi, namozni o'qida targ'ib qilganmizmi, toqati ko'tarmaydigan narsani buyurmaganmizmi? Akalar, xotinlar erkaklarning yelkasiga qo'yilgan Allohning omonati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vadoda oxirgi marta xutbasiga mana shunday bir mav'izani aytayotgan paytda ayollar haqida payg'ambarimiz qattiq vasiyat qilgan. Xotinlarga qilgan muomalamizdan Alloh taolo javobgar bo'lamiz. Farzandlarni yedirib ichirib kiydirib olmasdan ruhini ham tarbiya qilaylik. Katta bo'lganda Allohda yashaydigan bandalardan bo'lsin. Javob beramiz farzandlar ustidan. Inson qo'l ostidagilarga javobgar. Qiyomatda mana shu imtihonda mana shu savol ham bo'ladi. Endi bitta muallimni oling. Maktabdagi muallim yoki muallimani. Kiradi. Agar shu bolalarga beriladigan ilmni, darsni o'zi yaxshi bilmasa yoki bilib turib yaxshi ta'lim bermasa, qiyomatda shunga ham javob beradi. Chunki dunyodagi omonatlarning bittasi bolalar. U bolalar oppoq daftarda varaqni singari pokiza qalblarini ana shu muallimaga tutadi. Muallim unga naqsh chizadi. Agar chiroyli chiqsa, bu insonda, bu go'dakda qalbi pokiza tarbiya qilinsa, to'g'ri tarbiya qilinsa, bu inson yaxshi inson bo'ladi. Endi boyaga o'qituvchi, endi oyligimizga yarasha ishlayapmiz-da.
desa, aytamizki, oyligingizni oz qilganlarda alamini bolalardan olasizmi? Qaytaraman. Oyliginlarda oz qilib qo'yganlarda alamini bolalardan olasizlarmi? Bular begunoh, bular norasida, bular pokiza, bulardan alam olmaydi. İchimizda o'qituvchilar bo'lsa, yaxshilab bilib qo'yaylik. Bu bolalarni oyligi ishlaganimiz uchun oz berilayotgan bo'lsa, esimizdan chiqmasin o'qituvchi akalar, opalar. Bu musulmonlarning bolalari. Omonat bular. Bularning Robbisi bor deyapti qarab turgan. Senga meni bandalarimni omonat qilib berilganda beparvo bo'lgansiz deb javob beradi. Agar oylik oz bo'lsa hamchi, Allohdan qo'rqib ta'lim beraveraylik-da. Bu bolalarning Robbisi bizga barakot beradi. Ozgina pulimizga ham. Ummatni ertangi kuni yoshlarga qarab belgilanadi. Agar maktabdagi o'qituvchilar yaxshi ishlarsa, bolalarimizga yaxshi ta'lim-tarbiya berilsa, albatta jamiyat yuksaladi. Dunyodagi imtihon. Kuni aniq, joyi aniq, vaqti aniq. Xonasi ham aniq, siz o'tiradigan kursi ham aniq, ob-havo yaxshi, salqin yoki issiq, tashqariga qarab. O'rindiqlar yumshoq, kayfiyatlari yaxshi, tinch o'tiribsiz. Endi qiyomatning imtihonxonasida-chi? Yer titragan, osmonlar sildirib olib tashalgan, dengizlar qaynab qurib bo'lgan, yer tekkiz likof shakliga keltirib qo'yilgan, silliq qilib, insonlar onadan tug'ilganda yalang'och holatda, hamma dahshatdan, vahimadan qo'rqib turgan holatda imtihonga turamiz. Esimizdan chiqmasin. Alloh taoloning oldida yakka turamiz. Wala tahsabanalloha mukhlifa va'dihi rusula. Ey Muhammad alayhisalom, siz hargiz Allohni o'z payg'ambarlarga bergan va'dasiga xilof qiluvchi deb o'ylamang. Alloh g'olibdir va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'baro bo'ladigan kunda qiyomatda intiqom oluvchidir. Akalar, Alloh bir zolimni jazosini dunyoda shart bermayotgan bo'lsa, siz xohlayotganda Alloh beparvo tashab qo'ymayapti. Alloh muhlat beryapti. Yo tavba qilsin yoki gunohni ko'proq qilsin. Aytayapti, ey Muhammad alayhisalom, payg'ambarlarimga yordam beraman degan va'dam bor. Meni va'dasiga xilof qiluvchi deb o'ylamang. Qiyomat kuni bor, men imtihon olaman ulardan deydi Alloh taolo. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdiyatin amma ardat wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna Allohu shadid. Mana qiyomat qoyim bo'lishidan burun yerni qattiq titrash haqida Alloh taolo bilan bizga xabar beradi. Yer shunday qattiq titraydi, insonlar o'zlarini yo'qotib qo'yadi. Uni ko'rar kuningizda emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar va barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast, alas holda ko'rursiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiq. Mana shunday bir dahshatli, qo'rqinchli bo'lgan, insonlarni jonlari halqumiga tiqilib turgan paytda imtihon qilinadi. Muallif aytadi, Qohirada bir yer qimirlaganida shunga guvoh bo'lgan odam aytib berdi deydi. Yer qattiq titraganda shu Qohira shahrida, Misrda. Bir ayol emizikli bolasini shunday ko'tarib, yugurib ko'chaga chiqadi. Ko'chaga chiqib bag'rayotgan bolasini bosib turadi. O'ziga kelgandan keyin qarasa, qo'lidagi bolasi emas, erini oyoq kiyimi ko'tarib chiqqan bo'ladi. Ya'ni dunyodagi ozgina yerda titrashligi, bo'lmasam onani bolaga qanaqa mehribonligini bilamiz. Aql hushini yo'qotganidan bolamni olib chiqdim deb erini oyoq kiyimini quchoqlab ko'chada turibdi. Bu dunyodagi qo'rquv shunchalik aqlini olib qo'ysa, qiyomatning dahshatida insonning aqli qayoqqa ketadi? Mana shu holatda turib Alloh taoloning oldida hisob-kitob qilinamiz. Zamonichi. U imtihon, dunyodagi imtihon akalar, qancha bo'ladi? Eng uzoq imtihon. 3 soat, 4 soat, balki 5 soat bo'lsa imtihon tugaydi. Qiyomat imtihoni qancha bo'ladi? Alloh taolo aytadi, bir kuni 50 ming yilga barobar teng kun deydi. Bir kuni 50 ming yilga teng barobar bo'lgan kunda insonlar Allohning oldida hisob-kitob qilinadi. Mo'min odam uchun bu imtihon juda tez o'tib ketadi, lekin fosiqlar uchun nihoyatda bir og'ir bo'ladi. Va yawma taqumus saatu yuqsimul mujrimun ma labisu ghayra sa'atin kazalika kan yufakun. Qiyomat soati qoyim bo'ladigan kunda jinoyatchi kimsalar dunyoda 1 soatdan ortiq turmaganliklariga qasam ichirlar. Hayotda dunyoda ham shunaqa qilishgan bo'lar. Haqiqatan ham shunaqa.
Alloh so'raydi ulardan, yerda qancha yil turdinglar? Ular aytdilar, 1 kun yoki yarim kun. Sanab turguvchi farishtalardan so'ra. Alloh aytdi, agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz muddat turdinglar. Ya'ni abadiy deb o'ylagan hayotinglar juda qisqa edi. Dunyodagi imtihonni joyi bilan qiyomatdagi imtihonni joyini bildik. Dunyodagi imtihon vaqti bilan oxiratdagi imtihonni vaqtini bildik. Endi imtihon oluvchi haqida gaplashamiz. Dunyoda siz imtihon qiladigan domla yoki ikkita domla sizga o'xshagan odam. U ham charchaydi, u ham esdan chiqarib qo'yadi, malollanadi. Hamma so'rayotgan savolining javobini o'zi ham bilmasligi mumkin. Bu 5 yil oliygohda o'qigan ilmingizni har bir kuniga, har bir soatiga savol bermaydi. 3-4 ta savolni beradi, bo'ldi, chiqaring deydi. Dunyodagi imtihon shunaqa. Lekin qiyomatda Alloh taoloning huzurida turishingda sizni kim imtihon qilishligini bilasizmi? Hech qachon malollanmaydigan, hech qachon uxlamaydigan, hech qachon charchamaydigan, tamomiy ilm egasi bo'lgan Alloh taoloning oldida turasiz. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun va la. O'sha zot oldida turamiz. Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'q. Faqat uning o'zi bordir. U tirik va abadiy turguchidir. Uni na mudroq, na uyqu olmaydi. Dunyodagi o'qituvchilar bilan bir kun burun gaplashib qo'yish mumkin. Yoki haligi o'qituvchi sizga qarab turib rahmi kelib yengilroq savol berishi mumkin. Bo'p chiqaver deb qo'yishi mumkin. Qiyomat kunida odil hisob-kitob bo'ladi. Alloh taoloning oldida turishimizni o'ylaylik. Xotin bilan muomala qilayotganda. Omonat qo'limizda turganda xiyonat qilmoqchi bo'lsak, Allohning oldida turishimizni o'ylaylik. Ko'zimiz bilan zino qilishga imkon bo'lib turgan paytda Allohning oldida turib javob berishimizni o'ylaylik. Chunki Allohning oldida har bittamiz enadan tug'ilgandek yalang'och holda, sunnat qilinmagan holda yakka-yakka kelamiz. Oysha onamiz roziyallohu anha payg'ambarimizdan bu hadis eshitib, "Ya Rasululloh, erkak ham, ayol ham yalang'och bo'lsa, aralashib tursa, qanaqa bo'ladi?" deb hayron bo'lganda savol berganida, Oysha deydi, holat shunaqa bo'ladiki, bu narsalarga insonlar qaramaydi, ya'ni ko'rmaydi yonida kim ketayotganligini. Imtihon qachon boshlanadi, kim biladi? Mana shu imtihon qachon boshlanadi? Ehtimol bugun boshlanar kimgadir. Ehtimol ertaga tong otmas kimimizgadir. Narigi imtihonning vaqti aniq. Aytdik-ku, mo'mahalda bo'ladi, mo kuni bo'ladi. Lekin bu imtihonning vaqtini hech kim bilmaydi. Shuning uchun doim tayyor yurish kerak musulmon odam. 70 ga 60 ga kelish hech kim kafillik bergan emas bizga. Dunyoning imtihoni, oxirat imtihoni. Endi eng katta najot nima? Eng katta o'tish nima? Dunyoda bir diplom olishmi yoki universitetga kirib qolishmi, bir shahodat olishmi? Imtihondan o'tishlik shu narsani beradigan bo'lsa, shu narsa bilan oshcha xursand bo'lish kerak emas musulmon odam. Chunki oxiratdagi imtihonni o'tib olsa, voy bu dunyodagi hamma darajalar uni oldida dengizga yinan solib chiqarganchalik qadr qolmaydi. Dengizga yinani solib chiqardingiz, qancha kam edi? Yinaga qancha o'tdi? Dunyodagi hamma ilmiy darajani siz o'zingizga hosil qilib olganingizda ham bundan topgan foydangiz oxiratda oldiga taqqoslab bo'lmaydi. Esimizdan chiqmasin. Imom Ahmad o'zining sahihlarida keltiradi, Anas roziyallohu anhudan u kishi shunday deydi, oxir darsimizda. Sahobalardan bir xotin payg'ambarimiz aytgan, jannatda shunday bir huri ayinlar bor. Agar ulardan bittasi dunyo osmoniga chiqarsa, uni nuri, go'zalligini, nuri quyosh bilan oyni so'ndirib qo'yadi degan. Endi seni aytganingni qilaman deb gunohga kirib, u hurdan mahrum bo'lib qolishdan ko'ra, seni kechib qo'yganliging menga afzalroq dedi. Ya'ni bir seni talabingni bajaraman deb ma'siyat qilib, huri ayindan mahrum bo'lib qolgandan ko'ra, sendan kechib qo'yganing menga arzonroq tushadi dedi. Odamlarni rozi qilib bo'lmaydi. Agar odamlarni rozi qilaman deb yurgan bo'lsak, imtihonni o'ta olmaymiz. Agar odamlar bilan tenglashaman deyotgan bo'lsak, imtihonni o'ta olmaymiz. Bizni qiziqtirgan narsa Alloh taoloning oldida hisob-kitobdan o'tishlik bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo nomoy amollarini o'ng qo'lidan oladigan, hisob-kitobi yengil bo'ladigan, gunohlari pardaning ichida afv qilinadigan, Sirot ko'prigidan chaqmoqda o'tib ketadigan bandalardan qilgan bo'lsin.
Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.